Xitoyda o'qishning asosiy afzalliklari. Birinchisi, Xitoy davlati har yili xalqaro talabalar uchun grantlar ajratadi. Undan tashqari, deyarli hamma universitetlarda grant dasturlari bor. Shuning uchun bu yerga qabul qilinish Amerika va Yevropa davlatlaridan ancha oson. Ayniqsa O'rta Osiyo mamlakatlari uchun. Viza esa deyarli 100% holatda beriladi. Ikkinchisi, sifatli ta'lim. Ko'pgina Xitoy universitetlari dunyo bo'yicha top 1000talikka kirgan. Shuning uchun bu yerda ta'lim sifati juda yuqori. Professorlar esa o'ta talabchan. Shunga qaramasdan hamisha qo'llab-quvvatlashadi. Keyingisi, xavfsizlik. Xitoyda deyarli har bir burchakda kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Shuning uchun ham bu yerda ko'pgina g'arb mamlakatlariga nisbatan zo'ravonlik jinoyatlari ancha kam. Xavfsizlik darajasi juda yuqori bo'lgani uchun shaharda hatto kechasi ham bemalol sayr qilish mumkin. To'rtinchisi, bu yuqori texnologiya. Yoningizda hamyon olib yurishingiz umuman shart emas. Chunki bitta telefon orqali hamma narsani bajarsa bo'ladi. Agar telefoningiz yoningizda bo'lmasa, u ham muammo emas. Face ID bor. U orqali hatto to'lovlarni ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Hatto vokzalda ham qo'lingizdagi biletga emas, Face ID ga qarashadi. Va nihoyat so'nggisi, narx-navo. Xitoy jahon bo'ylab ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi mamlakat bo'lgani uchun ham bu yerda yashash ancha arzon va qulay. Istagan narsangizni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchini o'zidan boshlang'ich narxda sotib olishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati esa hamisha mavjud. Siz ham bu davlatda o'qigan bo'larmidingiz? Javoblaringizni kommentariyalarda kutib qolaman.